Yoshligingda boja bo'lamiz deb niyat qilgan ekansan, mana boja bo'ldi. Aka, ko'p gapirma, qaynotamiz chaqiryapti. Dadajonimiz deb qo'y, xo'p. Sen bitta jentraga dadajon deysan. Men hayotda dadajon demayman. Yurchi bo'pti. Ha, o'g'lim yaxshimisiz? Dadajon, yaxshimisiz? O'zi sog'lik, ahvoli ham zo'rmi? So'rash. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Anaqalar yaxshimi o'zlari? Ha, yaxshi, hammasi yaxshi. Dadajon deb qo'yib, qiynalib ketding. Bo'ynimga qilishgacha ham dadajon demayman. Shunaqa otindan qilish keladi, dadajon deganini bilmay qolasan. Dadajon chaqirib qo'yib o'tiramiz. Keling futbol ko'ramiz, futbol. Bu kuyovim o'jari chiqdi-yu. Bolalarim, yuringlar bir joyga o'tib kelamiz. O'g'illarim, bu Yakkasaroy Sarmatida joylashgan yangi qurilgan uylardan. To'g'ri xolos. Yuringlar ko'rsataman. Bu Detskiy. Aynan sizlarga mos holat. Yana bitta Detskiy. Faqat bu Jenskiy turinglar. Bu Spalniy. Dushi ham bor. Xolodilnik, duxovka, idish yuvadigan mashina, gaz filtr, xullas hamma sharoit bor-ku. Xo'p, nima demoqchisiz? Siz Shu uy sotuvda ekan o'g'lim. Shuni sizga olib bermoqchiman. dadajon? Dada deyapti. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg